Assalomu alaykum dasturchilar. Xush kelibsizlar darsimizning ikkinchi qismiga. Serverni deploy qilishni davom etamiz. Bugungi darsimizda ko'rib chiqadiganimiz serverni sozlash. O'tgan darsimizda eslaringizda bo'lsa, server olgan edik. Hostleders degan veb-saytdan. Serverlarga o'taylik. Men serverlarni nomlab chiqdim, chalkashib ketmasligi uchun o'zimni ham bir ikkita proyektlarim ishlayapti boshqa serverlarda. Xo'p, mana bu server bizaniki. Tutorial server deb nomladim. Mana bu IP adresi va mana bu plani. Aytib o'tganimdek, veb-sayt uchun katta qimmat server kerak emas. Oddiy bo'laveradi. Eslaringizda bo'lsa, serverga FileZilla degan dastur orqali ulanib veb-saytimizni resurslarini joylagan edik. Endi nastroykalash kerak uni. Nastroykalash uchun u FileZilla bizlarga yordam bera olmaydi. Uni qo'limiz bilan qilishimiz kerak. Ya'ni ba'zi kodlarni yozgan holda любой terminal, ya'ni MacBookmi, Windowsmi, xuddi shunaqa terminal orqali ulanamiz serverga. Birinchi bo'lib SSH yoziladi, keyin root sabachka, serverning IP adresi. IP adresi mana shu ustiga bossanglar kopirov qilib beradi. Enter. Birinchi marta ulanayotganimiz uchun terminal orqali so'rayapti fingerprint qoldirasanmi yo'qmi? Albatta. Tanishuv uchun notebookimiz, keyin parol kiritiladi. Parol kiritilayotganda e'tibor bersangiz, yozsangiz ko'rinmaydi. Masalan, hozir men xato yozib ko'raman parolimni. Xato kiritdingiz deb aytadi. Permission denied, please try again. Qaysi parol? Oldin yasagan edik-ku, server parol qo'ydik. O'sha parolni kiritish kerak. Qaytadan yozamiz. Mana kirdi. Welcome to Ubuntu 22.04 versiyaga. Hozir ko'ramiz, o'tgan darsimizdagi papkalar, fayl joyida turibdimi yo'qmi? ls joy tashlaymiz -k komandasi orqali kirishimiz mumkin. Flutter web degan papka joyida turibdi. Ishni ko'ramiz. Yana xuddi shuni komandani yozamiz, mana ko'rayotganingizdek. Assets, Canva Kit, Flutter.js hammasi turibdi. Mana bu ko'k rangdagisi bu papka degani, oq rangdagisi bu fayllar va mana bu pushti rangdagisi rasm, ikonka, shunaqa narsalar. Orqaga qaytish cd ikkita nuqta orqali qaytiladi. Xo'p. Nastroykalash uchun ko'rayotganingizdek qanaqadir tugmalar yo'q, ikonkalar mana bunaqa chiroyli bosib birdaniga nastroy qilib tashlasak yo'q. Afsuski kod bilan qilish kerak. Lekin qo'rqmanglar, men hammasini oldindan tayyorlab qo'yganman GitHub'imda. Mana GitHub'im bemalol kirib ishlatishlaringiz mumkin kodlarni. Mana bu learn deploy flutter web degan repozitoriy ochganman. Buni ichida chiroyli qilib o'zbek tilida nima qilish kerak, etapma-etap tushuntirib o'tganman. Mana serverni yangilash. Mana bu kodlar. Shuni bitta olsanglar ham bo'ladi yoki yaglixt copy qilsa bo'ladi. Knopkalarni ham qo'yganman o'zim. O'tamiz sudo apt update. Serverni yangilab olamiz. Bu darsimizda zagruzka qismi ko'payishi tabiiy, chunki ko'p narsalarni install qilishimiz kerak. Xo'p. Update qilishga ko'rib chiqdi. Ba'zi paketlarni update qilish kerak, ya'ni mana bu ikkinchi komanda bizga yordam beradi. Kutamiz. Xo'p, zagruzka qilayotganda mana shunaqa joy chiqishi mumkin. Shunchaki bir raqamni bosamiz va enter. Keyinchalik hammasini joylagandan keyin so'radi. Qaysi shaklda joylaylik? Bu ko'p o'ylash kerak bo'lmagan joy. Y, ya'ni Y harfini kattasini bosasizlar va enter. Deyarli tugadi. Xo'p, va nihoyat tugadi. Ancha uzoq kutdik. Ikkitagina komanda bizani 5 minutdan ko'p kuttirdi.
hammaga har xil bo'lishi mumkin. Lekin tabiiy hol bu. Xo'p, Nginx'ni o'rnatishni boshlaymiz. Ikkinchi qadam. Nginx'ni o'rnatish uchun mana shu komanda kerak. Copy paste qilamiz. Keyin bu hozircha zagruzka bo'lib tursin. Ikkinchi komandamiz nima qiladi? Nginx ishlayotganini tekshirish. Ya'ni to'g'ri install bo'ldimi, yo'qmi? Albatta tekshirish kerak. Noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, yana qaytadan qilishlaringiz mumkin. Xo'p, mana o'rnatib bo'lindi. Tekshiramiz, to'g'ri o'rnatildimi? Albatta ishlayapti Nginx. Agar ishlamayotgan bo'lsa, mana bu komanda bilan ishlatish mumkin Nginx'ni. Ko'p holatlarda avtomat o'zi ishlab ketadi. Server ba'zi paytlar host tomonidan o'chirilishi mumkin yoki plyus tugagan bo'lsa, hostdagi akkauntdagi plyus tugagan bo'lsa, avtomat o'chiriladi server ishlashdan. O'sha payt pul to'laysiz yoki ishlab ketadi. Lekin serverdagi mana bu Nginx to'xtab qolishi aniq. Baxtimizga mana bunaqa komanda bu shu holatlarni kuzatib turadi. Server o'chib qoldi, server ishlayapti, to'xtadi. Har qanaqa holatlarda bizani o'g'ra bo'lishimizga sabab bo'lmaydi. Ya'ni tasavvur qilaylik, pulimiz tugab qoldi, hostdagi pul tugab qoldi, serverni to'xtatishdi, pul tashladik, masalan 2-3 kundan keyin esimizga tushdi, pul tashladik. Lekin biz bexabarmiz, что Nginx ishlamayapti. Veb-saytimizni motori ishlamayapti. Motor ishlamasa yurmaydi degani, to'g'rimi? Ya'ni odamlar ko'ra olmaydi bizning veb-saytni. Masalan, Google ga kirib kompaniyamizning nomi qualityengine.com deb yozadi, chiqmayapti veb-sayt. Qanaqadir 404 topolmadim degan qanaqadir gap chiqyapti. Bu nimaga? Chunki biz oldindan aytib qo'ymaganmiz. Shunaqa force majeure masalalar bo'lsa, o'zing hal qil. Bizani o'g'ra qilma deb mana bu komandani berib qo'ysa bo'ldi. O'chib yo'qolsa server avtomat o'zi ichkarini ko'radi. Nginx bormi, yo'qmi? Bor. Tezlik bilan uni ishga tushir deydi. Bo'ldi. Bizga ancha ishimizni osonlashtirib beradi. Xo'p, endi nima qilamiz? Nginxni yana bitta muammosi bor. Biz hal qilib berishimiz kerak unga. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shkl. Mana bu fayl serverimizning tubida turibdi. Boshida root bu ildiz degani, ya'ni eng tub qismida. Qo'li yetmaydi Nginxni. Bu faylimizni, bu papkamizdagi veb-sayt ikonkasi, tekst, hamma narsasi pastda turibdi. Uni yordam beraylik Nginxga tepaga qo'yish uchun. Qanday qilib yordam beramiz? Teparog'ga unga moslashtirib, xuddi shunaqa nomdagi yana bitta papka yasaymiz. Mana shu komandani olasizlar. Copy paste qilamiz. Yasab bo'ldi bu allaqachon. Juda tez, ha? Keyin aytamiz, qara. Pastdagi Flutter webni olasan. Tepaga Flutter web degan papka yasagamiz. O'shani joyiga solib qo'yasan ichiga. Ya'ni almashtirasan joyini deymiz. Olamizni qo'yamiz. Bo'ldi, tamom. Hal qilib berdi ishimiz. Hozir tekshiramiz endi. cd deymiz. Bizani mana bu yerga olib kir. Copy. Kiramiz, mana ko'rayotganingizdek, mana yo'l. Var www Flutter web. Yaqinda yasagan narsa. Ichini endi qanday ko'ramiz? Mana bu komanda ismini hali ham ls joy tashlaymiz k. Mana ko'rib turganingizdek hammasini joylab berdi bizga. Ortaga qaytamiz. Ichkariga kirib ketdik. Mana oxiriga qaytdik. Xo'p, bu ish bo'ldi. Yana bitta muhim narsalardan biri. Xo'p, Nginxni o'rnatdik. Endi Nginxga aytish kerak. Qanaqa ishlash, qanday ishlash kerak u. Buning uchun konfiguratsiya degan papka yasaladi. Papka emas, fayl yasaladi. Faylning ichiga qoida-qonunlarni yozamiz. Qanday ishlashi bo'yicha mana. Mana bu komandani e'tibor berib ko'rsanglar, sudo nano keyin yo'l Nginxning ichida Flutter web degan nima och, konfiguratsiya och. Agar
bu mavjud bo'lmasa, u bizlarga birdaniga yasab beradi va ichiga mana bu kodni joylashimiz kerak. Bu kodga ozgina o'zgartirish kiritiladi. Qaranglar. Qayerga o'zgartirish kiritiladi? Mana bu listen sakson degan joyi bor. Bu sakson nima bu? Bu port. Veb-saytingizni qanaqadir ma'noda adresi. Masalan, nima desak, tasavvur qiling, siz domda turasiz, domni 3-etajida. Xonangizni nomeri 311. Qo'shningizniki 312, boshqa tomondagi qo'shningiz 313. Ya'ni har bitta uyning o'zining nomeri bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa. IP adresdan tashqari har bitta veb-saytni porti bo'ladi. Bu yerda sakson qo'yishingiz mumkin. Bu standart holat. Keyinchalik, masalan, bitta serverga 3 ta 4 ta, ya'ni bitta binoning ichiga ko'p nimalar bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Uylar. Xuddi shunaqa bitta serverning ichiga ham siz ko'p veb-saytlar joylashingiz mumkin, lekin o'sha payt mana bu sakson qo'ya olmaysiz har bittasiga. Kelinglar, shuni bironta chiroyli raqamga o'zgartiraylik. Masalan, 7-3, to'g'rimi? Keyin server name ga IP adresini joylaymiz. IP adres mana bu narsa. Kelasizlar, ustiga bosasizlar, kopirovka qilib beradi. Hozirchalik IP adres, keyinchalik masalan veb-saytingizga domain sotib olib, masalan aytganimdek, bizning kompaniya nomi qualityengine.com. Qanaqadir mana bu raqamlarni odam esga qolishi qiyin-ku, to'g'rimi? Lekin qualityengine.com bu hammaning esiga qoladi. Hozircha bizlarga bu veb-saytimizga bunaqa narsa yo'q. Faqat IP adresi bor, mana shu raqamlar, o'sha raqamlarni qo'yib turamiz. Qolgan joyga tegilmaydi. Qolgan joyi allaqachon aytilgan, mana ko'rib turganingizdek root bu o'sha adres, mana bu joyga qaraysan, mana var www flutter web, o'sha joydan index.html ni topasan. Bu yog'ini o'rgatish shart emas, u yog'ini o'zi biladi deyiladi va Ctrl X dan keyin saqlaymi o'zgarishlarni deb so'raydi. Albatta, yana bosasizlar, y bo'ldi saqlanadi, keyin enter. Saqlandi. Buni qanday ko'rish mumkin? Yana bir marta o'sha komandani bosamiz. Olib kelishlaringiz mumkin. Ya'ni mana bu yerdan yana bir marta kopirovka qilasizlar, olib kelib ko'rishlaringiz mumkin. Mana ichkariga kiradi. O'sha yozgan narsalarimiz. Hech narsani o'zgartirmaymiz. Ctrl X ni bosamiz, chiqadi böyle. Xo'p, 4-qismimiz ham bo'ldi. Endi aytamiz. Muhim joyga qo'y. Nginx ga endi tushuntiramiz. Xo'p, san uchun konfiguratsiya yasadik. Endi o'sha, ya'ni qoida-qonunlar yasadik hozir. O'shalarni ishlatgan holda ishla. Bu birinchi komandamiz o'sha narsani qilib beradi. Mana bu yerda yozilgan qisqa tushuntirish. Keyin standart konfiguratsiya, ya'ni standart motor kelganda albatta uni o'zini ishlaydigan boshida qanaqadir qoida-qonunlar bo'ladi-yu, zavod tomonidan qo'yilgan. Har doim ham u to'g'ri emas, har doim ham u sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun agar xohlasangiz o'chirishingiz mumkin mana bu komanda bilan. Men har doim o'chiraman. Shu komandani qo'yib bossangiz o'chirib beradi avtomat. Endi qoida-qonunni yozdik, unga yordam berdik, qayerdan olish kerak ekanligini, resurslarni. Endi test qilamiz, ishlayaptimi yo'qmi. Sudo nginx t komanda test qilib beradi. OK ni ko'rdingizmi? Bo'ldi. Ishlar 5 degani. OK ko'rindi mana. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, mana bu OK deb ko'rsatadi deyapmiz. Ko'p narsa o'zgartirdik Nginx ning ichiga. Endi ba'zi narsalarni esdan chiqarish mumkin. Shunga bitta nima qilamiz? Restart beramiz. Restart berdik. Tekshiramiz statusini. Mana shu restartga status yozsanglar, holatini aytyapti, mana ishlayapti, active running. Xo'p, natijani tekshirish. Endi serverni любой brauzerga mana shunaqa shaklda yoziladi, ya'ni http bir nima bir balon. Xo'p, mana boshqa nima ochaylik-da. Vkladka.
ochdik. Mana HTTP server IP tushunarli menimcha. IP adresini so'rayapti. Olamiz, kopirovka qilib IP joyga, shu joyga qo'shamiz. Keyin ikkita nuqtadan keyin port esimizda bo'lsa 3 ta 7 qo'ygan edik. Mana. Endi enterni bosamiz. Bu tabiiy hol ozgina oq bo'lib turishi mumkin, keyinchalik mana ishlaydi. Ko'rib turganimizdek, o'sha birinchi darsimizda ko'rsatilgan veb-sayt ishlayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. IP adresimiz, port. Hozir biz Safari'dan kirib ko'rdik. Kelinglar, endi Chrome'dan ham tekshirib ko'ramiz buni. Ishonch hosil qilish uchun Chrome'ga kiramiz. O'sha yo'lni beramiz. Va ishlayapti bizning veb-sayt. Tabriklaymiz. Dasturchilar, shu joyga kelganingizlar uchun rahmat. Shunaqa foydali darsliklarni joylashga davom etaman. Kodni mana shu GitHub repozitoriga qo'yganman. Albatta linkni videoni ostiga qo'yaman. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.